Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Biz bugun 2025-yil 21-aprel kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Uvaysi mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan hududda turibmiz. Mana biz turgan joy hozir mana bu 4-sonli bog'chasi. Mana shu yerda hozir bunlarni ko'rsatmoqchi edim. Mana bu qurilma. Mana shu qurilma. Bu noqonuniy qurilma hisoblanadi. Sababi bu qurilma 2023-yili qurib bitirilgan, mana shu birinchi etajda ishga tushirilgan. Mana hozirgi kunda ham bu faoliyat olib boryapti. Bu qurilayotgan vaqtda men tuman hokimi Sho'rajon Toji Hakimovga bu haqda aytganman. Sho'rajon Toji Hakimov o'zlari shu joyga kelib buni ko'rib, Dang'ara tuman prokurori Akmaljon Boboxonovga ular kelishgan o'sha paytda. Buni aytishgan, zudlik bilan to'xtat deyishgan. Lekin bu to'xtatilmagan. Mana 23-yildan beri 2 yil o'tyaptiki, Dang'ara tuman kadastr agentligi boshlig'i bu joyga hech qanaqa chora ko'rmayaptilar. Sababini esa bilmadim. Davlat yerlarini talon-toroj qilish bu jinoyat hisoblanadi. Jinoyatni o'z o'rnida biz bilib turib, biz fuqarolar, jamoat nazorati, men jamoatchi sifatida o'z burchimda bilib, o'z vakolat doirasida mana shu O'zbekiston fuqarosi sifatida men o'zim bu joyda noqonuniyligini aytsamda, mana qarang, bu joy o'sha hokim kelgan paytlarda endi qurilish jarayoni boshlangan payt edi. Mana hozir bu joy ishlayapti. Mana odamlar xizmat ko'rsatyapti. Hop. Endi bitta narsa bor. Qarori yo'q joyga suv, svet, gaz, kommunal xo'jaliklari umuman ulab berish taqiqlanadi. Qonunda belgilangan. Lekin bu joyning ichida hozir elektr ulangan. Dang'ara tuman elektr boshlig'i. Bu degani elektr boshlig'i deyiladimi? Shu elektr boshlig'i bunga nima deb javob berasiz? Sizga izoh yozib qolaman. Qaysi qonunga, qaysi talablarga asosan svet ulab olib ishlatilyapti? Chunki bu joyda qaror yo'q. Shu o'rinda Dang'ara tuman vodokanal boshlig'i, sizga ham murojaatim, buning ichida suv, vodoprovod suvi ulangan. Bu bunchalik qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy? Bunga ham siz ham javob berasiz degan umiddaman. Qaysi qarorga asosan, qaysi nimani asosan sizlar ulab bergansizlar? Ya bilmagan bo'lsalaring kelib tekshirishlarni so'rardim. Shu o'rinda Dang'ara tuman hokimi Sho'rajon Toji Hakimov mana aradan 2 yil o'tdi ham. Nega batni buzdirish chorasini ko'rmayapsiz? Dang'ara tuman kadastr agentligi boshlig'i Jasurbek Miliyev, nimaga siz hozirgi kungacha bu joyda buzdirish choralarini ko'rmadingiz? Siz aytishingiz mumkin, men chora ko'rganman, bilaman. Qanday chora ko'rgansiz?
chorani ko'rgansizlar, o'zlaringiz sudga bergansizlar, lekin borib ishtirok etmagansizlar. Bizda qo'limizda buning uchun dalillarimiz turibdi. Maqsadlaring nima? Men bundan xulosa chiqaryapman, yo Jasurbek Miliyevga bu yigit qarindosh urug'chiligi bor. Balkim buni tagida boshqa narsa bor. Farg'ona viloyati kadastr agentligi boshlig'i Noziron Mashrab agar shu haqda bilmagan bo'lsangiz, men sizga murojaat qilyapman. Men shu video murojaat qoldiryapman sizga. Menimcha sizni ishchilaringizdan bilishadi bu haqda. Iltimos shuni o'zingiz nazoratingizga olishingizni so'rayman. Tepadagi mutasaddilar hammalaring shu narsani e'tiborga olishlarini so'rayman. Bu birinchi qism. Kelgusida bu narsalarni davom ettiramiz. Yaxshimiz. Tepadagi mutasaddilardan shu narsani ko'rib qolib so'rab qolaman. Mana men syomka qilyaptilar. Bu kishi mulk mashaliki. Mana mulk shu yigitniki, mana o'zlari aytyaptilar. Bu joyda qaror yo'q. Qana mulk bo'lib qoldiki, men eshitmadim. Mana qana bo'lsa ham ba'zi mulk ekan. Mayli, biz e'tirozimiz yo'q, buni e'tirozimiz yo'q. Tepadagi mutasaddilar sizlardan shuni so'rab qolamiz. Bunga chora ko'rishingizni so'raymiz. Noziron Mashrabov, siz nima deysiz? Qachongacha bu Jasurbek Miliyev ba'zi himoya qilishadi? Bilmadim, buni tagida nima yotibdi? Iltimos. Viloyat prokurori Baxtiyor Ismoilovni nazoratga olasiz deb o'ylayman. Iltimos. Xo'p. Bundan keyin Xudo xolasa bu birinchi qism yerlarning noqonuniy egallanishi bu jinoyat hisoblanadi. Jinoyat fosh qilgan odamga ular ta'zir o'tishi qanchalik to'g'ri? Shuni e'tiborga olishlarini so'rardim. Keyin shu o'rinda meni telefon nomerim 90lik 309 05 05. Mobodo shunaqangi davlat yerlari talon-toroj bo'lgan haqida kimda asosli narsalar bo'lsa biz bilan birga qo'shilarini so'rardim. Davlat yerlarini talon-toroj qilishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Jamoat nazorati degan narsalar bor. Biz jamoat faol sifatida men o'z burchimni ado etyapman deb o'ylayman. Agar meni gaplarim noto'g'ri bo'lsa, uzr. Kommentariy yozuvchilar, iltimos sizlardan kommentariy yozganda so'kinmasdan, haqorat qilmasdan kommentariy yozishlarini, fikrlarini bildirishlarini so'rayman. Lekin shu narsani e'tibor beringlar, kommentariyda ham so'kish, haqorat qilish javobgarga sabab bo'lishi mumkin. Sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Yana bir karra Noziron Mashrabov, Farg'ona viloyat kadastr bo'limi boshlig'i. Bu Jasurbek Miliyev qanaqa necha yil yana bu joyda buzmasdan, bu odamni javobiga tortmasdan himoya qilib kelishadi. Sizdan iltimos qilib qolaman, shunga sizdan javob kutib qolaman. Bu birinchi qismi. Shu kunlarda ikkinchi qismi ham chiqadi. Yana noqonuniy qurilishlarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.